Assalomu alaykum, Uzrab yangiliklarning muxlislari. Demak, bolalar, bugun ikkita battle'ga obzor qilamiz, ya'ni labellar o'rtasida bo'lgan battle'ga reaksiya. Bu yerda shaxsiy fikrimizni yozamiz va o'zimiz ham shaxsiy fikrimizni aytamiz, bolalar. Boshidan disclaimer. 18+ videolar bo'lishi mumkin. Oramizda 18 kirmagan bo'lsangiz hayotingizga xavfli bo'lishi mumkin. Ya'ni bolalar like-ni bosinglar, o'zlaring fikrlaringni kommentariyaga yozinglar. Ikkita battle'di. Labellar o'rtasidagi va jama bilan Instar'nikini. Sal video uzoqroq bo'lishi mumkin, chunki bolalar o'zi bu birinchi chiqqanda reaksiya qilmoqchi edik. Ishlar ko'paygandan keyin o'zimni fikrimni Instagramda bildirdim kuni kecha. Keyin hamma har xil fikrlar bildirgan. Demak, ularni ham golsini ham eshitamiz. Bu labellar o'rtasida nima konflikt bo'lgan, men bilmasligim mumkin. Lekin bolalar, любой muxlis sifatida ayta olamanki, punchdi, ritmga tushishdi, bitdi va bolalar 18+ so'zlarni любой odam tushunadi. Repga aloqasi bor odam, battle atmosferasida yurgan odam tushunadi. Yana bitta narsani aytish esdan chiqibdi. Endi prikol bo'lsa ham aytaman, eng yaxshi qo'yilgan paxtaga 100 ming so'm pul tashlab beraman. Kommentariyadan seshanba kuni yoki chorshanba kuni aniqlaymiz. Bugun menimcha shanba kuni 3 kundan keyin aniqlaymiz-da, 3 kundan keyin yoki uzoq 2 kundan keyin. Qani ketdik unda birinchi Black Hole eshitib ko'ramiz. Nima deyilgan bu yerda? Doxibi battle bobosi yuqori daraja yumor egasi 85 ta battle'da bobo tomonidan baholab o'tkazilgan. Bu insonda tanimagan battle xoya bormi bobo degan. Idi. Xoya degani mana asbob emasmi? Bobo otmani chopiladi bonniklaring sallanni men o'ylantirsam men o'ylantirganman paxallaring Уже, блядь, paxallaring yaxshi emas, chesdan ketish. Xivani malakasi qani insta osiladi emchaklaring Bolalar уже boshlanyapti. Men pauza qilmasdan yozib ketaveray. Gandislaring Rustam tog'alaring daja cho'chog'iga ilmadi. Vaqtinga MC kubik yoki kubik rubik, rap kanal yoki kubik rubik, sallanni hozir ko'tarsa shular. Men ko'targanman yoshlik e'tibor, har bitta ijodingni so'rab yozgan baytlaring bo'lgan. Tanoma sevesang oqamisa qora yibar. Agarda bizga nazarga tutib bu bola aytayotgan bo'lsa, biz hech qaysi reperni ko'tarmaganmiz. Bolalar o'zlarining talanti bo'lgan, ko'tarilgan. Uzrab yangiliklari hech kimni hech qachon ko'tarib qo'ymagan. Prosta u prikol qilib men bundan 2 yil oldin disimda aytganman, bilsalaring. Sanlarda men internet orqali men ko'tardim. Endi bu prosta prikol, prikolni trek bo'lgan u. Uni seriozdan qabul qilish kerak emas. Undan keyin yaxshi meni eslab o'tibdi. Battle atmosferasi bo'lsa-yu, kuba eslanmasa u qiziq emas-ku. Lekin kubik, pubik, tubik, rubik, tubik degan narsalar u punchga yemaydi-da. Bolalar xofiyaga to'g'ri keladi deb endi tiqib tashamanglar. Jostki punch qilinglar, jala men eshitib, blad, молодец, o'sish bo'pti deydi. Ey zo'rlaring kim? Bukilmas obro'laring meni keyin g'ijim. Balag'da tuxumlar musurdan bir-birini topib tashkil bo'ldi family game. Kapirushklar ishongan navbatlaring chopilgan konstruktdan chestingi pris bo'ldi abstrakt halim etmagan nafstar. Mana shu bola ham lekin ijodi zo'r, og'ash, bilasizlar-a? Qo'llaring taqmas butulka, og'zingda ishim bor bir xotka. Versusdan keyin 5 yil o'yam qo'lga oladi tish cho'tka. Nasldan qani gapiribsan Voy jala, voy bilad. Og'zingga ishim bor bir xotka, 5 yil o'yam oladi tish cho'tka. Jala bilad. Qo'ydagi o'ynashisan, yaqinni vorsan o'zingga juda ham men seni ammeni o'ynashmasman. Bilad, isterik ham legendarniy reperlardan bo'lib ketyapti battle atmosferasida, chunki isterik bolalar ancha yildan beri ko'zga ko'rinmay yurgan battle MC'lardan bo'lganda. Qani ko'raylikchi, isterikda ham o'sish darajasi yuqorimi, yo'qmi? Mezarli joy damla, battle'lar menda qolmadi raqobat, bu Black Hole yoki ajoyib odamlar, ko'rmaydi faqat uni chirigan odamlar, Chain Family yoki bir guruh yibanlar yoki dalbanlar, bilmaydi hamlarni.
qani boringni jamla ruhini oladi xayolida raqibini xuddi qo'limni ko'ksiga qo'ysa qamida pisan mana aytaman bunaqa yem seni tipini go'yo katagingda kelgan it kabisanlar GM chirik matosi black hole o'zingda lattas tozasi katta ketali tipa yarroni kahlaki qo'llaringni hatto kamera asbobam sanadan o'tdigi teringni rangidan ma'lum hurmat qilgan odamingni o'zlaringcha do'kka bo'rtag'i sahiba xuddiki atrofdan o'tib soqsingga tupurdimmi yuzga tupurma boshini ko'tarib qara xavf o'lchab GM bu so'm lekin BH bu dollar itarlab ketib marketing yozguncha o'zlaringni teshigini yopish ko'ringan dollar taklif Bile pizdец. Men bu bolada ikkita panch hisobladim. Endi VMS ko'raylikchi, zemlyakni qani nima? Qilingan pul, o'lendi yashaydi nafs quligar VMS bo'lsa-da kir, jigarlaring emasmi unga burilgan. Bo'ynimga qo'y qani shonimni topda, fanating uydirmalaringga ishontir. Arqonning ikki tarafi bor unutma, qo'li bor jigaring sani haromda. Konferensiya ijod bo'lmagadek, kamiga katta kechikka qara agarda $500 pulim bo'lmaganda sanlab qo'ymasa dillaring o'zingga narx. Aloqadaman alohida, so'ragin tepadan panohidalda yoki sahar nafas uchun VMSga qayta to'laysan badal. Rosta bu versus emas intimha, o'zingga chiqaman o'chirgan jiha. Hakamga rozi bo'lmaganam sababi qilganman top daraja hakami. Mandagi bu katalog o'zgardi. Ikki xil fikrim bor ijobiy salbiy. Kechirasan man avvalgi emas, lekin kechagi VMSdan ancha asabiy. Doimgidek VMSda bolalar bitta panch ko'rdim. Ya'ni bitta narsani bilishlaring kerakki, bu yerda bolalar VMSda ritmga tushish hammasida zo'r. Endi asosiy eng zo'r menga hozircha mana shu ko'rganlarim ichida jammani hali eshitganim yo'q. Eshitaylik, keyin aytayni. Mangazda rapim o'qiyman g'amon, nimaga pidarazlar kechirasan man avvalgi emas g'amon, nimaga pidarazlar ancha asabiy doimgidek mangazda rapim o'qiyman g'amon, nimaga pidarazlar olasan bugun saboq salani tillaring to'la qadoq holatim suvi ham menga davo menga qizig'i yo'q kim nima deydi o'zi mashina tek o'zlari xoladi mayli beraman xo'p lekin indamalari faqat xotin bilmasin salani ham itarganim bilib qolsa garjim digonalaridan yana xafalab bo'lmasin atakami qabul qilolmaydi bular nos tabiat past immunitetlar bular yig'iladi orada rap o'qigani bahonada yana yerishadi barbarani keklari qo'yit qillaringni bo'qalam ula klipimiz olamiz ko'chalaringda har biring haribsan yozilgan voz deb ko'rinib turadi rojalaringda treklaring maqtami foydasi yo'q o'zi bilganlar qotadi ustalaringdan salani zoningda olingan bo'lsa alamingni ol o'zing pastki labingdan No, bolalar, battle yaxshi ketyapti. Hali raqibni eshitganimiz yo'q. Esla tasla to'pig'imni pas az yaramas bajaraman basharalaring hisobi bonitas kecha hype uchun siluet soyog'ini o'pib yalab nechta mag'lubiyatlaring bo'lib ketgan aytlaring g'alaba kreativ betingga qancha qilganmiz savilov ajdar Voy, jalab kreativga tegizyapti. bo'laman labeling bo'lsa agar kamilu savilov bilan fitga ketdi qancha kuning ayt aniqroq bitta fitga nechta qilding kuning ayt insert Voy, bilan oxirni yo'q qancha kuning ayt aniqroq bitta fitga nechta qilding kuning ayt insert bo'lsam o'zingni ochig'ingda jo'xa bilan zapis payt o'zaro qiyinchim o'tmaydi yaqin bu olib bitarish finching drilov bu kim yo'qmi xuyoviy diktor battle oldi milliy TV direktori telefon qildi kanalimiz Voy, jalab. tapichkasi unaqa xo'rlab tashlash shart emas o'zi 3 yildan beri tekinga ishlab yuribdi deb laycha bila Rost familyni bishla bosi jo'xamman maroza ursam diktor Voy, blad. qog'oz xuyet qilibsan biroz zukaring zapisga kelsang quflida eshigay bitta albomingga keng bo'ldi anal teshiging Блядь, bu og'ash, блядь, вообще жесткий, блядь, og'ash вообще, блядь. Tekstida o'zgarish juda katta. Oldin oddiyroq so'zlar bilan panch qilgan bo'lsa, endi, блядь, жесткий tayyorgarlik ko'rgan. Og'ash bilan isterik ana shu labelning ichida. Kesin sotilib ketadimi 3 million so'm yetadimi qanchadan kesing kursi taxti bo'laman student kursini 5 ta ensili top osilishga mana 5 ta sport xalqqa qiziqro ijodingdan kelganni xiyonati qo'shdi bilan Jalab, mana bu 3 million temasini ham tiqqan. Vektorda bilsalaring agar.
Beshalinga fuck yo'q qaytarma bu xatoni. Labellari yaramaydi rapga bersam borim. Butun karyeringga mani yarimta qatori. Ana hip hopinda bloqada ikani qoni. Beshalinga fuck yo'q qaytarma bu xatoni. Labellari yaramaydi rapga bersam borim. Butun karyeringga mani yarimta qatori. Ana hip hopinda bloqada ikani qoni. Bira yoki ikkita sarbas yo'qman men ochilmagan sahifasini biz kelganda raqam turadi bularning hammasi orqasini berib berkitar bular kallasini bularni bari xarid jiftlardan navbatlarim audiensiya yoki qarini yasab o'ynashar asabim katta dejaman desam uradi rep tez beradi silqinlanib buzmayman deganim bu zamon qadami. Bu yerda bitta ma'nosi bor, bu SMS-da ko'rayotgan bo'lsalaring, SMS-mi shu yozilgan teksti. Battle bobosi, Doxibi hali Battle bobosi emas, hali Battle otasi bo'lsin. Battle bobosi degani Battle otasini ham otasi degani, tushunyapsizlarmi? Battle bobosi deb kimda aytsak bo'ladi o'zi repda? Juda eski Battle MC'larni aytsa bo'ladi-da. Tushunyapsizlarmi? Mana Otash aka, Hayot R23. Ular Battle atmosferasidan tanilgan. Mana Fayzi hamda, misol 2016 endi Fayziki bobo emas. Endi baribir Fayzi ham juda eski ijodkor Battle MC'lardan bo'lgan. Hali bobo darajasiga daji men bitta ikkita ijodkorni bilishim mumkin Battle MC'larda. Mana Samarqandlik bolalar bor. Samarqandda ham juda ko'p Battle MC'lar bor. Bolalar yanchib tashlaydi Versusda. To'g'ri, ular o'zini tilida misol tojikcha qiladi yoki ruscha qiladi-da, o'zbekcha kam ko'rasiz. Lekin ko'rsalaring o'zbekchada ham yaxshi battle qilganlari bor. Bundan bir 15 yil oldin qilgan videolar ko'rsalang, hozir ham aktualnida ko'rsa bo'ladi. No bolalar, melchovkalashmaymiz. No ijodkor yaxshi, yomon emas, lekin battle bobosi emas hali. Men o'zimning fikrim bu. Sizlar ham yozib ko'ringlar unda kommentariyaga. Allo, bilaversiz yana ochiladi faktlar har tomonda Madonna bu bir kod ko'lab erishgan hurmatingga paq bola familiyaga otiladi babardimonim qani ko'tarasan betilini yiballaring bilan mobilin tiqma betilga shafqatim yo'q bu 5 ta yetimga nobel Yo, bonavрот, yetimga devordim. Ну, это нехорошее слово, потому что battle по факту надо, блядь, agarda siz mana shu brat Johani, Instar yoki Kreativ, Vektor, yana kimdir bor-ku, shularni yetimligini isbotlab bera olsangiz, bez problem, bratan. Lekin ularni yetimligini isbotlab bera olmasangiz, ota-onasi tirik bo'lsa, hayot bo'lsa, to'g'rimi? Bu aldov bilan panch qilish bo'ladi-da. Ну, жесткий, блядь, bu bolalar yomon jесткий narsa qilgan lekin. Treklaring eslatadi menga Oksimironni tez sotib yana kumerga hype dema please maqta minorni paxta minorga Familyda medal yo'q lekin bochalab yana bitta uzun model bu Xorazm go'zali ku nayno Instarda aytyapti uzun model deb, ha? Bolalar Uyg'on family salanish tar qo'ylulilar qanchalar jo'xadan so'ramadat ro'zenga blokdan jashapat Shit, bularda jazosi pul Versus teshilgan bu azosi xol $5 ko'p teshkani yetsa Og'ziga tirayman maskani yetsa O'g'ullaring bo'sh Vektorni atayman galimi chort okey Bularda xarakter nol Og'zingdan oqadi hazin bro O'g'ullaring bo'sh Vektorni atayman galimi chort okey Bularda xarakter nol Og'zingdan oqadi hazin bro Isterik kutib turdim, to'g'risi. Stota besarem parchata mobile bu safar net olaman bu safar hech qata panchilarni sudrakamda bu safar tupuraman meshalene boshingga bu safar bang 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 bola qo'sib bang xolamadim lekinlarni aytib betini menda bur aniq degani bu mo'ljal va tupurga bittani kellari duq berish luksa kamera ballari turib baxallari topishga hidildan toshga yiballari bittasi cho'q qolgan 3 ta zaharlanib bittasi jirkangan odamlari bola chalani bu talanti bu telefon hatto Buxoro berganda bularga bort qaytarib ko'rish endi xato chunki GM'ni oyog'i sasiydi fu hech kim odam bu Voy dalvoyo. Voy, блядь, qanday topgan bu gaplarni, блядь, необычный, блядь, suka. Devorda, isterik GM'ni ko'ta yor vorda. Tutganmida qani fanati stil, Black Hole GM'ni tirik devorda. Mana qo'lim o'qadi bu qalin o'kachasi qara xato ko'rmasa muqqus tomoni muqarrar. Miyasida qoldi isterik bugun payshanba, bugun aytmani kun.
Battle Zone'da og'ash. Ha, og'ashni yanginiki natmi, bilaj, ha? Men bilmasdim bolalar, chunki men anchadan beri Battle atmosferasini kuzatmay qo'ydim-da o'z. Kanalga ham shogirdlar video qo'yib Battle'da xohlar realdi, to'xtama yo'qqa chang, chesdan ketmoqchi bo'lsang agar zo'rlama oppa chang, og'zingga soldan piarni. Вай, бля, бolalar, не надо, блядь, семью трогать, блядь. Ребята, нахуй семью трогаете, блядь. Zoradin xo'p chana, konchining oqibatini tiqorgan ko'changga. Opachang deyapti-yu. Menimcha adashmasam Xorazmda opa deb aytmaydimi? Ha? Onani opa deyishasizda Xorazmda. Endi men Xorazm shevasini yaxshi bilmayman. Biladiganlar kommentariyaga yozinglar. Ko'changga chiqolmaysan postlarda tayyor jangga, doksibi sababli kачество jo'xa aytgangal, unga tegishli yarim studiya qayta ranjangga 3 millionlik chasing vektor bugun ketar qanchaga. Senlarni qo'lida faqat rap kanal yongan effektda bitalab turg'izib bidasima megom yakta Bunny Black Shake kabi kulmoqchi emasman, hatto bu yuvinib turgan treklaring ham olansa. Instar drillingga stop, milliy TVga yalindi yotib oldi Toshkentda bo'lib gop stop. Crystal Diamond track harorati qaynoq, bu Black Hole urovini ancha balandroq. Xorazm ovozi yoki analogiyami o'tirib chiqqan nemsiga o'xshaydi rojang kreativ. Mana sotib bo'lgan shampanskiyni markazga qo'yib bitta kelishib o'tirish. Endi men daraxtdan sakrab rap aytishga qarshiman, cho'garmayni taqib hududimdan chiqib ko'tarishim. Jurnalistga intervyu oping boshini egadi, bitta mani rolim don, sen chiqqansan qo'lib kelgan man pul, lekin sen menga qo'lman qo'rta ko'birga trek qilib qiziqtirmas smash pul bla olti ko't yetti xillar rolini qisib zo'rlaganman pedofillar talashadi mesani normali manda jest odamgarchiligi yo'q MC'da bo'lmaydi chest round fojia afsus bekorga ketdim xuddi next topshirig'imda vendetta mani qo'limda otamni qoni saniki bobongni isming qo'sin lekin chop senikilar almashtir polni chesti gapirmasim o'sha tegi bo'lib balo bormi yoshingga yarashmaydigan so'kish telefon kreativ chopishinggacha muhlat mana ham stilim bor ol uxlat uni maydalab har ikkinchi degan so'zingni qo'sh axir qo'ringni faqat sani konsaniki xo'sh shunda paydo bo'libdi kreativ Guliston tomoni yana kamiga ustoz yetmaganiga domla ijod boshlanib zarobnikini og'ziga olib keyin salut tiz yozibdi noilmabdi minoram GM Family o'g'ri xuddi Windowsga tushgan virus kabidek bizlon yoki savol bersa javobdan qochgan yakka maholi huzur so'rash qo'rqishga kirmaydi nidagon GM terama qatorlarim salaga qarshi kakkatyusha siyishgan edim bir paytlar mani asbobim ushlab so'qdim o'sa nomi sanga haqiqiysi man o'sha yev olaman labelingga qo'shman bu xoram bo'sh qo'limda shotgan o'ta masalani birma-bir bilmay yagona monster o'zrepinni so'zlarim yag'ir rekordsiya yamma qo'llab salani etdik dafin jami bizga yaqin rodib yordam so'rashma tag'in salaga mendan bo'lsin kechga bo'lar marrosin hamini birma-bir uradi Black Hole'ning balosi gapimma innalosirib mendan bo'lgan hosil qo'llarim salam itarib qo'yar zasosi qilbini labda ko'chib bo'ldamas qilma solani rapga kirganimdan beri black qilmadim man ma'lumotlaring olib katta gapir ro'zizlikda berib qilaman o'z rapingdan hyper zo'riba demak to'xtanglar bolalar. Men bitta narsani hisoblab olay. 6 7 8 9 bo'ldi, men bularni hisoblab oldim. Demak, endi bolalar, endi Ochrat GM ga keldi, to'g'rimi? Videoga keladigan bo'lsak, oxirida aytamiz hammasini fikrini GM Family. Video materiallar barcha hodisalar real voqealarga asoslangan. Undan tasvirlar qahramonlar to'qima emas, balki haqiqiy shaxslar bo'lib, ularning har bir chiqishlari ilmiy asos va mavjud manbalarga tayanadi. Ushbu videoda ayrim keskin iboralar, so'kinishlar mavjud bo'lishi mumkin. Shu sababli tomoshabinlardan ehtiyotkorlik bilan kuzatishlarini so'raladi. 18+da men aytib turibman. Bugun insoniyat tarixidagi eng sirli va dahshatli kosmik hodisalardan biri Black Hole, qora tuynukning asl basharasi ochiladi. Biz uning qo'rquv manba sifatida emas, balki ilm fanning navbatdagidek sirlari yechiladigan obyekt sifatida ko'rib chiqamiz. Siz kutilmagan kashfiyotlar, ilmiy munozaralar va hazil aralash jiddiy muhokamalar kutmoqda. Maroqli
hordiq tilaymiz. Nu ko'ramiz. 2025-yil 4-oktyabr koinot chuqurida yangi qora tuynuk paydo bo'ldi. Olimlar aytishicha, bu oddiy hodisa Nimaga xitoychasini qo'ygansizlar? O'zi repda xitoyliklar eshitmaydi-yu. Ay jala, bilyapsiz, prikol qilishganda. Bilat. emas. Insoniyat taqdirini o'zgartirishi mumkin bo'lgan jumboq. Pentagon xavotirda. Shu sabab JFM'da doktorlar favqulodda yig'ildi. Ular bu masalani bartaraf etish uchun chaqirtirildi. Bu kino ishlaganmi, jim? Kino ishlaganmi, jim? Hurmatli hamkasblar, Papka nima bunday bo'lgan? E'tibor bilan qaranglar, 2021-2022-yilda manasini ataylab qo'yishgan. Nimadir bor, balki shu oralardagi mavzulardir. hurmatli hamkasblar, bugungi yig'ilishimizning mavzusi nihoyatda dolzarb. Yaqinda Black Hole deb nomlangan hodisa haqida xabar tarqaldi. Bu ilm fani uchun qanchalik xavfli? Siz nima deb o'ylaysiz, doktor? Kreativ doktor? Qora tuynukning eng xavfli jihati undan chiqib ketib bo'lmaydi. Lekin men tajriba o'tkazdim va yaxshilab kuzatdim. Black Hole labelini istagan trekini qo'ysangiz, 30 soniyadan keyin odamlar chiqib ketishadi. Bu paradoks. Блядь, manyak-ku. Yomon emas, dark beatga, ya'ni rock bilan aralashgan dark beat, qanaqadir nomi bor edi shuni. Yangicha stil, bolalar, yangicha rapda yangicha stillarni olib kirgan kreativ. Uni muxlislar menimcha 1 yillardan keyin tushunishadi, unaqa stillarni. Chunki hali bizda rivojlanmadi. Bizda hali ham shu lirika, boshqacha narsalar bo'yotibdi. Haligacha flow topda turibdi bizda. Flow уже modasi ketganiga bir 7-8 yil bo'ldi. Lekin haligacha O'zbekistonda flow topda turibdi. Odamlar flowda eshitsa wow deydi-da. Xo'sh, agar meni hisob-kitoblarimga qaraydigan bo'lsak, agar qora tuynuk sayyoramizga yaqinlashsa, yerda hayot tugashi mumkin. Chunki uni chegarasi yo'q, lekin Black Hole bu qora tuynuk emas. Shu sababdan ularning maksimal chegarasi Telegram kanallarida tugaydi. 2021 dan beri ko'chirasa hammasini, lekin hali yashamaysan. Sahaqinda gapirish shart emas, labelini nomi aytadi, aslida kimsan? Black Hole desan, lekin oralaringdagi ko'pchiligi fanatimsan. Bu shunchalik xavfli darajadaligidan bu versiya chiqarolmadi, hattoki g'azab bo'lmasan. Hali ham qo'rquvdasan, eski versusimizni mavzusiga qaytsa. Tan olgandek mag'lubiyatini gap hammasini o'chirin qilib aytsan. Qolib ketasan soyamizda hali vechda, bu peshonangga yozilgan o'zgartirishga kech. Nechta MC olib kelsan ham qora teshking kengayadi kutangan. Faxrlanib o'tishadi raqiblarimiz deya jam bilan battle qilamiz biz. So'rab oldik yalni versus qilinglar priz, hozir 5 oltin oldida cho'kasalar tiz. Qadam va qadam ko'char qadim bu kabi qatorim haqidagi fikrlarnagi qadam o'tirib mavjud bo'lmagan label muqaddimasi bugun versus sanasi yaqin, demak o'tinda tutun. Qo'lidan hech narsa kelmasa-da biz tarafga yozar bir qani qoch.
Taxta ravoni bizga battling yaratib bergan ustoz sen bari och. Sizga to'ymagan bolaga battle yaratib beradi tekinda famizon poch. Kassani sotib biz bilan versus qilishga harakat qilmaganim sari qoch. Молодец. Umuman olganda Black Hole labeli haqiqiy qora tuynuk bo'lganda edi, ular allaqachon ilmiy maqolalarda paydo bo'lgan bo'lardi. Lekin bizda yagona maqola bor. Qanday qilib rep aytib turib bitni rasvo qilish mumkin? Bunaqalarni jazolash kerak. Bitta rasvo qilish mumkin deydimi? Kolda hammasidan bilasanmi ko'p yig'ib olgan bolalarni to'lqatdimizda jo'rga pretsida sana nuka jemsila siznikini topib bo'lgan barcha emsila Bora berdiganda sana o'zingiz zo'r ko'rasanmi o'zimiz ko'tarib turib bitaramiz bilasanmi o'zingiz urmadimagan boring ko'p ko'rasan darajani cho'valasan tomog'ingga tirasan ortiqcha pan senga kerak emas u ana u estir tomog'ingga tirasan voy yeban bitarazu ko'rsating nimani kechirasu bizlar battleda joyini ko'rsatamiz bandam yasamar farqi yo'q andondan o'zi tilab oldilaring bizni randomdan voy bilan tanib oldik va seni ham foto bo'lgan tekstlaring mara xuynya xuysroq sana chop biladi va meska yana sotib olingan tekst joying top bizda to'qqana to'pla senga biz bilan battle qilgan uni jatqa bitaramiz bilmay qo'llasa yegani salarni jigarlaringda oqibat ro'begani bizni qarshimizda nonni bitarganimiz qilindi sana unutdingmi o'tirganlaringni kamittimda qachoningisi chiqadi bilan ko'rmay agar biz bo'lmasak teshiging bo'lmoqda senga biz bilan battle qilgan uni jatqa bitaramiz bilmay qo'llasa yegani salarni jigarlaringda oqibat ro'begani bizni qarshimizda nonni bitarganimiz qilindi sana unutdingmi o'tirganlaringni kamittimda qachoningisi chiqadi Намек onaga ketgan, nехорошо, блядь, Didox ham aynayaptimi? Agar biz bo'lmasak teshiging bo'lmasdi battle hududida mushiking bo'lmasdi sendan chiqarmayinga avlodsa men bu yerda bor ekanman teshigingda yotasan siz topda sizlar orqamizda safran jam family har doim bitta razon bilan siz topda sizlar orqada xanjar bilan kristalli qilishsalarga oldinda yot bilan bilyosan sendagi jigarim yo'q bariga ballaga qo'shilib yo'qotin to'g'ri yo'q alba yo'qsa bo'lmas deb Black Hole teshigingni a'zolari bor yo'q tirik Блять, Didox yaxshi, o'zgarish katta Didoxda. Ko'ryapsizlarmi? O'zgarish bor, yanada kuchayish bor. Men ham qo'shimcha qilib o'tib ketaman. Qora tuynuk atrofidagi barcha narsalarni o'ziga tortib oladi. Lekin men tekshirib ko'rdim. Black Hole label hech narsani o'ziga torta olmaydi. Ular faqat o'zlarining bo'shlig'iga tayanadi xolos. Astronomiyada bu narsa massasiz hodisa deyiladi. Ya'ni ular qanchalik og'ir gapiramiz desa ham aslida vaznlari nolga teng. Reklama ostidan olib qo'ygan padarga bek bola jonidan to'ygan bir nogiron qo'ygan grich borga bitta qarama baringa so'rgan har kun ko'payadi bular bir-biridan farzat qanchaq yana nimadaridan san'at ashada oliy ma'lumot ibarat qora teshik yaratuvchisiga emirgan ananiki bu fizika animedan olganda ichki taxallusmas bola reperman demagan nomingni qora teshik bilan birga qo'yganingda rafqi aktiving jam typing jam kumering jam yaralishing jam даже turishing ham ko'piya tomiringdan oxadagi xonasida jam dan qora teshik uzun deadline bu bashara bilan olasan fine hujayralaringga boradi bu vibe baring itaradigan bu west side Ego manda ves Ego white press Qizg'inmas bu kim? Qora teshigingga so'ramas ekan yaxshisi turg'izmas kim? Sola bitta estraki Cringe trekkingga men bilan oladi to'la vibe buzbullar Блять, вот это уровень, блять. Bekordan bekorga bu bola ham bolalar Arranger bilan battle qilib mana qilib yutmagan ekanda, demak, hakam shunday baholagan. Xalq norozi bo'lgan bo'lsa ham просто так, блять, он разъебал, блять, да. Battle kerakmidi? Teshingga terma pasta bilan tiqamani probka razna bilan zvezda kurortda indamasdim ketadi o'zna kodlaring yeb qo'yib jimgina yo'qlaring endi. Barcha bu taxtaga botmaydi proyekt sotdimi sanlarga yo'qdimi rapper sanjala tekstini boshqasi yozdi mayli. Qora teshiklar yo'q dedim o'zimga yo'lasan jibbaring balab bo'l kutmagandim chiqishini o'zbeklardan Black Hole rangli jamiyatinga qarshi chiqdi erkaklar polning bu Black Hole transformerlarga to'g'ri yo'l. Vektor, блять, молодец, блять. Qoptimi? Professor, men nima ham derdim? Bu masalaga ham jiddiy qarashimiz tarafdori emasman, chunki hurmatli olimlar, biz bundan 1000 marta murakkabroq mavzularni ham osonlik bilan hal qilganmiz-ku axir. Fakt kerakmi? Блять, Instar. Qachon men bilan battle'ga chiqar ekan, so'rab ko'ringlar bolalar. Qochib yuribsiz.
Family'mi qora posteri sana do'stlaring bilan yig'ilgan qo'lingni qondirgani keldi. 6 yildan beri to'xtamadim, endi sanlarni ko'raman, qani qo'llaringdan menga nima keladi. Sanlarni oqibating bu yil o'rtasida pulli bozorida qo'yiladi, yana rastaga. Qora teshiklari tegi berganiga rahmat, tinaklaring rastaga. Bari haqda faklarimni to'plasam, masalani mushuk deganlar bari gaplarini qiladi remake. Qaybaringni gapirayman, so'kalarnikini o'zim qo'ygan vasabi yoki krisaviy mix. Isterik ichkada Suka bilan. Yaxshi, молодец, yaxshi ketyapti. Qiladi po'xuy, salla davnomandan olgansan bortni. Og'ash deganlar evashi gapirmasin, tabir joiz bo'lmasa-da bilasan mana bortni. Ali Farhod Dilshodcha xonbaho hayot bul o'limingga bilet olib beradi, lekin hayotida g'alabani qo'llaringga muhayyo qilib bermaydi. Hali ko'tlaring teriladi ko'p. Hali ko'tlaring teriladi ko'p. Mana ovozimni tinglanu darajaga qaraganda teleskop, let's go. Oshmaqa qora teshigini unaqada bo'ladi bu baholi keskin. Kamoseklarning armiyasi 5 ta bu bishongan isterikka qora teshigini. Ey, menda e'tiroz kichkina. Eshitilar Toshkentda bachkana bir dona qop-qora do'shkina shunchalik MC'ni saqlagan ichkina. We may terrible battle finali qanchaga tushdi bugun. Yo bonovrot, battle nima pulga sotib olinganmidi bolalar, jala? Bu narsa fakt bormi? Battle pulga sotib olingani haqida? Charasina g'alabani sotib olamaysan. Play'dagi taronini karolari karonam olmadi, sanam olamaysan. Yebanuti qilag'ini bo'tda qilmaysan. G'alaba kerakmi qo'tda qilmaysan. Isterik deganlaringni hayot poyida bo'yini yeb yana doim o'tgan. Bizda yo'q hazilim to'y bo'yin boshlandimi chiqmay ishingizda bizda doim time outgan. Qora teshik nomlaring bekor emas, demakki sanlarni ortingga go'miklar doydirib o'tgan. Lekin nomlaringni o'zgartirma, chunki qora teshik obязательно kerak bo'ladi hamma kodga. Voy jala. Voy, блядь, ёбаный в рот, блядь. Сука, блядь, панч, сука, блядь. Svodka, naxoy klip, naxoy podcast, naxpat vodka, tanit patbolga. Olinadi vaqt yana qo'shiladi polkaga. 3-4 ta tolkaga bag'ishlaganimda ham bu kuchim baribir missiya o'zgarmay qolardi. Ularni ham teshiga qora kul. Chorney kampani karakul. Maktabga berusi kanikul, chiqishi 05 ga darak bu to'g'la tinmaydi kukuri karakul. Sen bizdan atama tarakul. Bas tukalaringga qarab qo'y. Yoki bu qilgan qilmishlaring uchun bilishlaring sahnada men qo'yaman rakul. Блядь, Instar это уровень, блядь, сука, men vektorda ana qilaman desam, Instagram bilan vektordan qolishmagan, даже yaxshiroq trek qilgan, блядь. Hurmatli olimlar, sizlarning ilmiy tadqiqot va ilmiy ishlaringizdan xulosa shundaki, Black Hole yer yuziga ham, GM Family'ga ham xavf tug'dira olmaydi. Shu bilan ilmiy konferensiyamiz o'z nihoyasiga yetdi. Hammaga rahmat. Hammaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Jo'xamax. Assalomu alaykum sizga ham. Jo'xamax. Video yoqtirgan umiddaman. Har doim bizlar kadroviy orqada qolib ketgan inson edim. Bugun chiqib gapirishga majburman. Bizlar komanda haqida qisqacha gapirib bermoqchiman xolos. Mana xudo xolisa 5 yilga yaqin biz bitta komanda bo'lib, bir jamoa bo'lib ishlab kelaymiz. Oramizda bo'lgan konfliktlar, oramizda bo'lgan gap-so'zlar hech qachon tashqariga chiqazmaslikka harakat qilamiz. Ko'pchilik bizni ko'ra olmaganlar bo'ldi. Ну, молодец. Bitta label bo'lib 5 yildan beri shu bolalar ajralib ketmasdan yaxshi harakat qilishyapti. Ну, молодец. Qiyin bolalar. Bitta guruh bo'lib ko'ringlar birorta bilan 5 yil davomida keyin ana qilasizlar-da, aytasizlar. Bizga dushman bo'lganlar bo'ldi, bizga yaqin bo'lib turib teskari bo'lib ketgan odamlar bo'ldi. Lekin biz hali bir-birimizga teskari bo'lib ketmadik. To'g'ri. Har bir jamoada o'ziga yarasha kamchiliklari, urushlari, janjallari bo'ladi, lekin biz buni tashqariga chiqazmaymiz. Nimaga? Chunki biz oilamiz. Shu battle ichida, ya'ni battle rap ichida qanaqadir o'sha darajaga erishgan bir komanda sifatida qoldik xolos. Bu videoni nimaga qilyapman? Ikkinchi videomiz, ya'ni ikkinchi qo'shiq shunchaki bizni mana shu rap atmosferasida, battle atmosferasida qoldirgan izimiz va pozitsiyamiz haqida qisqachagina video qildik. Ko'p cho'zib o'tirmayman, ikkinchi videoga o'tamiz. Sizlar bilan Jo'xamax. Tanish bu fobiyang ovozi. Har qaytarilganda seni miyang qisar. Senga batov ketganim minnat qilsam, to'lamaysan haqqini minnet qilbam. Yaqinlar. Jinsiy aloqa og'izga biladi. Faqat shu haqida tema ko'p bo'pti-da. Menga nisbatan qanaqa niyat qilsang, bir turekda qaytadi 1000 marta sanga. Tupurgan joyim artasan, bu uni muzeyga saqlaysanlar. 1000 yilliklab san uchun meni har bitta so'zim doim oltin bo'lgan. Sen uchun ustoziga faxrli oltin bo'lgan. Xohishim uchun senga tegish niyatim yo'q bugun, ammo hurmating bilan otdan bo'lganmisan yo'q. Sen ham katta bo'lib qolding-da. Ay odam bo'lib qoldingmi trapper? Yozganlaring gram ta'sir qilmaydi, qancha yozsang ham senda toza. Biz egallagan darajani urib bo'lmaydi. Hali berajam familyni uni to'maydi o'z rapda. Rapperlaring son mingta shunchalik no name esingda qolmaydi. Kimligi nima degani yo'q hattan.
yigit paydo bo'ladi o'chib ketar tarixatidan huzrab battle tarixida karterdek iz qoldirgan battle jamoa sifatida GM har bir a'zosi qadrdon 5 yillik tarixga ega degan faxr bor oramizdagi konflikt qoldi orada boshqa labellar bilan solishib bu borada biz oldinda turadi bu do'stlik biz oldinda turadi bu rostlik biz oxirigacha boriladi nima bo'lsa-da shu sababdan tashqaridan taassurotlar juda shoski bizda yuqori bo'lgan har doim xohish maqsad bitamizda bosqichma bosqich missiya emas bizga sani mag'lub etish uzribdi keng biza mana bu ish mayli sanam bilan chiranib ko'rdingda sanda ko'matsizlarda xuyasin ko'rdik startda qolasan mana shu holingda biz esa daxuya finishni ko'rdik bilmadim sani nega bizga teng ko'rishdi aniq omon mesala bizga qarshi urushdi sen bilan niklarini yonma-yon turishi bizga ismot ko'mesana turishi harakat qil salpa so'ngga emas sifatga ham ishtalaring salla o'zlaringni ko'payish hosil qilding talpa mendagi gavlo bilan gapirasan bla bla Ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim xohlasa sahnada xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim xohlasa sahnada xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan chetda mana battle haroratim ko'tar olmaydigan raqiblarga qarshi qo'yasan natijada easy win zombie miyasi bilan bas kelishga harakat qilar ammo isbotga kelganida millimetr darajasi bilan bizga yozadi beef tuxum korobkasidan turib vizov deydi qiziqishlaringni o'ldirish bu biz uchun kayf sendagiklaringni oldida bor rest in peace BHKT Sinetsu natdagi salani eshitganda minus bu vibe refr bashara limitda 10 minut so'rar tilab olding o'zlaring zoom minut so'rar qatorga cho'kalidi san'at zang jemdan o'rgan nima hurmat nima izzat biz uzra battlega nuqta qo'ygan vaqtda jem bilan battle sani ulkan missiyang borlaringni ber bizga qarshi borlaringni yig' bizga qarshi biz sukut saqladik jangga qadar jim chunki bizdan bir kishi yetar chindan niklaringdan tortib bu yo'nalishingda sallada hammasi made in jemdan g'alaba qilganimizda ketamizda jemlik raqibda bari keladi ketimiz achidi deyarli bo'lamiz underground oila bu jem bunda batalada yashiladi birga qilinar ideya turgin tillaringni tiyib kelib uxla bugun uruvingni ko'rsatamiz alab uxlaga xohlagan vaqtida formaga qaytamiz bizdan emas yo'lga chiqib buni yarmida to'xtagan solishtirma keldi ketdi jamoangni bu bolani birgalikda turib qabr ko'lagani fakt bulsiz ham studiyada yotib turib yurgan bolaga san qaysi yuzing bilan tiding oqibat sanda to'qiladi rap bizda o'qilar hayot qora teshigini to'ldirganda o'qla tayyor doim o'yin boshlanadi bo'yin egilmaydi o'yinlarga qarshi sana treklaring boqmadi yor yoqmadi yot yoki yoqmadi yor mo'ltiragan ko'zlaringni sana bosdimi yog' bilan butun rapini olib qarshimizga bizga qarshi turadigan hali yer ostida yo'q oqlantiraman hammalaringni nima yana qayta jem g'alabani olib ketadi yana qaytadi suka kecha ham yorgan bugun ham yoradi xohlagan paytida ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim xohlasa sahnada xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan ko'rdik qanchadan qancha rapper bariga isbotladik biz kim xohlasa sahnada xohlasa ko'chada qarshimizdan yo'qoldi sekin kimni aqli yetdi GMga MC berganingda ham chetdan dushmanlaringga o'zingni temirlaring hakam xatoki darajamizdan chetda Film tugadi, bolalar. Endi xulosa. Demak, xulosamiz qanday, bolalar? Black Hole. Ikkita joyda 18 plus narsa bo'lgan. Bu battle qoidalariga zid, u birinchidan. Bolalar, u birinchidan. Opang deb qo'shgani bu oila Semyon Ninada Trogovich va oralarida bilsalaring, yana bir ikkita gaplari bor. Ya'ni shu uchun men bolalar aytayapman. Demak, eng zo'r texnika bo'yicha isterik bilan og'ash u top. Mana shu Black Holedagi bolalar ichida. Mana bu bola ham yaxshi qilgan. Doxibi ham ba'zi bir joylari zo'r, lekin u kamda, tushunyapsizmi? Da urib ketmayapti-da mana. Shuna yuqoriga chiqyapti, yana pastga tushyapti-da. U isterik tir yuqoriga chiqib ketaveryapti. Og'ash ham tir yuqoriga chiqib ketaveryapti. U pastga tushib ketmayapti, tushunyapsizlarmi? Uroving ko'tarilib ketyapti yoki ritmda ushlab ketyapti. Ana shuning uchun bolalar, demak, punch 22 ta Black Hole'da bitga men 9 ball berdim, ritmga tushishiga 9 ball berdim. Nima uchun ritmga 9 ball? Asoslab berishim kerak-da. Birinchi navbatda VMSdan men bilad o'zgarish kuchli texnika kutgan edim VMSdan. Unda unday narsa yo'q. Yo, VMS zo'r aytgan, ritmga tushgan, gak положено, yaxshi ijodkor, lekin men jostki narsa kutgan edim u boladan. Jostki narsa qilmagan. U birinchi xatosi VMSda. Raqibga, ya'ni slabroq qarash bu sizni поражениеga olib kelishi mumkin.
balki slabroq qaragandir, balki biz sostav kuchli bolalar zo'r narsa qilsa, men oddiy qilsam ham yo'q, u seziladi. Seziladi. Misol futbolda 11 kishi o'ynaydimi? Shundan bitta o'yinchisi o'ynamay qolsa ham yomon sezilarli-da o'yinda, bilasizlarmi? Orqaga tortadi. Shuning uchun bolalar общий bular 40 ball olishdi. Bu meni shaxsiy fikrim. Endi GM ga keladigan bo'lsak, GM ham chiroyli sujetli polnometrajli kinoda qilib qilishgan. Yaxshi, bu yerda ataylab ko'p narsalarga namok tashalgan, uni tushunadi. Balki bularni ziddiyatini biladigan odamlar bo'lsa tushunadi. Men 25 ta punch sanadim. Demak, bitga men 9 ball berdim bolalar. Ritmga 10 ball berdim. Orada mana bu maskali bolani men ismini bila olmadim-da, biladi, tani esimdan chiqib ketganmi? Shu bolada ham bitta ikkita punch bor. VMS bilan ikkalasi pashti bir xil desa bo'ladi, lekin VMS ga qaraganda 10% yaxshiroq aytgan bola. O'zini bitida. Endi bir ikkalasi bitta aytmay, shuning uchun ritmga 10 ball berdim. Texnikaga keladigan bo'lsa, Instar bilan Vector yo'q, buni vrod это уровень, bratan. Уровеньda biladi baribir qara, opit bor, tajriba bor. Battle qilmay yurgan bo'lgan taqdirda ham chotki narsa qilgan. Shuning uchun GM ga 44 ball, ikkalasida 4 ball raznica. Endi bolalar, yaxshi taraflar Black Hole'da. Jostki, prikolli narsalar ko'proq bo'lgan, lekin 18 plus ko'pi. Bular agarda realniy battle bo'lsa, qonun qoida bo'lsa, Black Hole'da ballar minus bo'lib ketadi. Ballarni minus qiladi. Tushunyapsizlarmi? Mana 2 ball hech bo'lmasa minus qiladi-da hakamlar. GM ga ball minus qilmaydi, lekin GM da ham Didoxda 1 ball minus qilishi mumkin. Von deb yozilgan, u onang deganda qilib eshitilgan, lekin aytishi mumkin po faktum vonmi nimadir deb aytilgan deb. Lekin onaga e'tiroz beradi. Didoxga 1 ball minus qiladi. Shunda ham 1 ball minus qilsa ham qiruvchi 40 bo'ladi-da. Tushunyapsizlarmi? Qiruvchi 40 bo'ladi, lekin men bularni battle'iga o'zimning fikrim GM 3 ballga yutgan. Lekin treklar moshni. Bo'ldi, treklar moshni. Ikkalasida ham kamchilik yo'q. Ikkalasi ham bilinib turibdi. Bu yerda qancha mehnat ketgan, kadrda orqasida qancha odam mehnat qilgan, odamlarda qancha staraniyasi bo'lgan, o narsalarni men bilaman. Men prosta o'zimning fikrim. Sizning fikringiz qanaqa? Kommentariyada yozing. Demak, ikkinchi battle'ni ko'ramiz. Bu yerda Instar bilan Jammani battle adashmasam, to'g'rimi? Bu o'zimning shaxsiy fikrimda aytdim, bolalar. Bu men hakam emasman, men boshqa emasman. Agarda Instar battle'ga chiqaman desa, пожалуйста, chiqsin, kreativ battle'ga chiqaman desa, chiqsin men bilan. Men ham chiqaveraman battle'ga, menga farqi yo'q. Zadni berishi yo'q. Demak, qanikay. Demak, hozir bu yerda bu bitta video qilib qo'ygan ekan. Yaxshi, qaytaman. Buni men gapirib chiqqan edim, buni men bir kam eshitgan ekanman. Endi men to'liq eshitishga qaror qildim. Onang degan gaplarni eshitganman. Endi bolalar, bunda bu ikkalasida bilmayman nima o'rtasida mana bor. Shuning uchun bolalar, eshitaylikchi. Sinangan ayno, turna, o'laksa xo'p, tuya qush, straus, sigan palaxta tuxum, Conor McGregor singan tuxum, dardingga davo, avatarga turna, qo'shimchasiga davo, sani kimligini bildirdi menga, sabachga fakt, Telegram kanali, ishongan. Jamma ham bola o'zrab yangiliklarni battle'da yaxshi chiqqan reperlardan. Misol, Instar juda kuchli deysizlar-ku, Jamma ham yaxshi reper, Battle MC yaxshi. Prosta Jammada qanaqadir problemalari ko'p-da, u bolani tushunyapsizlarmi? Bir qarasa vaqti bo'lmay qoladi, bir qarasa bunisi bo'lmay qoladi. Miyasini joyiga qo'yib, bitta joyda bemalol u bolani studiyada o'tirib ishlash kerak-da, tushunyapsizlarmi? Unga shunaqa odam yo'q menimcha deb o'ylayman. Mandagi bangera mayerda to'xta, hamma bilsam beta maniga to'xta, Instaring tursa-da raqamda yo'qda, o'zimga beraman qo'tog'im lobda bo'ying. Voy bilat. Bu bilat, eshitaylik mayli. Qaramay otama to'pda, qo'chaman demagan shu yerda to'xta. Yo'vorib kechirim so'rasang yo'lda, qutqarish shaxsani chiqarib bo'xtan, katta sartingga qo'yganim bor.
chaqirsam sezoni keladi lord dilingni to'sasan oxirigacha agar boshlanib beraman desam minoriga o'xshataman dedim mana qatorim bugundan boshlab sanam fanatga to'g'ri revansh so'ramas suvga to'g'ri kamisa kategoriya nusun namlani to'g'ri insta rasbobistar uzur instar sigim qistar tizilab bo'g'iz hodsang asta hojatim o'zing bo'lasan ohista instar bizdan xafa bo'lma tezda qisqas qizlarga xos bu hislar yana nima bo'ldi bu sen xafa ber sustan demay shubha bor chokdagi hayizda basharingga fakt yo'q qaytarma bu qatorim sirlaringni ochsam tiling tegasa haromi rekordingda bo'lgan holatda mana shu joyini bu qatorim sirlaringni ochsam tiling tegasa haromi mana bolalar haromi deyapti u bilaydi qanaqa battle bu jalla bilaydi qanaqa battle bu bilaydi bu battle emasda bu disda bu men fikrimda aytdim bu battle emas bu jalla bu dis bu men tashlayman deb edim hayot 23 ga hayotda menimcha vaqti yo'q yoki meni ham vaqtim bo'lmadi shuni battle tashab qo'yib o'zini fikrini so'rayman hali telegramga tashlayman bolalar ya'ni battle atmosferasida balki boshqaga ham tashab ko'rarmiz battle tajribasi bor insonlarga haromi degandan keyin realni ko'rishadi-da bratan biladi siz birovni biladi bez fakt biladi haromi deyapsiz haromini ma'nosini internetga kirib yozinglar chiqib keladi nima deyotgan tushunyapsizlarmi Haybetli ikkinchi mavsum boshida sen osilding va bugun niyatingga yetding. Bilash skushni bo'ldi-da birinchi bit, ikkinchi bitni ko'raylikchi. Monster ovozida titradi butun badanim Qapak o'ynatamasani maqilli fatali O'yin cho'zma qaytisani selkani olgan vodiga Arrangerda eslasam qota qo'ygan u ijodingga Uyna huyat qilib ustida qota Arrangerda eslasam qota qo'y Maistarina qiladi ko'tga kirgizib chiqarib bodaringni Hafsala qilmadim sanga menga qiziqmas eding Boshqa MC targanda buncha qizimas eding Istarsani tanigan aytadi koddek Mana bilim ko'rishganda turar eding koddek Haybet oldi o'zing osilgani qo'y bilodek Living outlet qilmadim buni ko'ti bo'qdek Tapchga bo'lmaga botaloq yo'q qovun Prokladga baglashga yo'q teshilgan kir sovun Cho'ponni telpaga yoki cho'ponni qo'yi Hamma narsaga mos kelarga sani turishing qo'yi Lankasan haystagan lattasan Tavbasan taxtasan neshak go'shlik kalbasa Bo'q quvur bosh quviq bosh tubir pivasan Dön qo'moz yo'q ho'kiz qut bosgan slivasan Zar bitta takt quradi menga taxt Bo'ladi menga taqdir yengani qildi taqda mutant oldi Mani tanitib oldi yo'lda g'alati bolalarga qarshi yo'qotmadim bitta kontrolni Sizlar hozir komida ko'miladi qoniga Bo'laman qomida tortadi avtogomuga Muddalar makoniga boradi bugun yo'lakay Qirol degan joyga ismim yozilgan ekan ku Keladi bir kun eslisam versiz qilganingni Bu kamina jamma mosir meni ittarganing Dedim aytib berasan bu xotiningga Jimildiqqa kirganingda To'ydan oldin qanday qilib asbobimni emganingni Hey kamina bo'lma bo'lsa raqiblarim herasiyman Hammasi ketadi battle men hammalarini yasiyman Qizingni mamalarini qara barmoqlarimizni bor Senga aytmaganda har mendan o'g'il qizi bor Tegma asabimga tegma Yibana zavr sen nekasini o'ntasini yengaman ayt Rapmi sen nega treklar Aynetadi miyani joyini topmagan airbaglar Tegma asabimga tegma Yibana zavr sen nekasini o'ntasini yengaman ayt Rapmi sen nega treklar Aynetadi miyani joyini topmagan airbaglar Basharangni tepalash uchun men yugur beraman Basharangni yuvish uchun mayli tupur beraman Metal oktagoniga kalonga qo'yib beraman Rangi tagiga o'ynab bersang pulini beraman Bilad, turmun skushniy bitlar tanlagan. Nimaga jama bilad, siz Instarga qarshi chiqyapsiz. Biror marta yutqazmagan battle atmosferasida. Siz nimaga bunday lyoqki narsa qilgansiz, bilad. Bu bolaga qarshi bilad. Даже men battlega chiqsam, bilad, jostki narsa qilishga harakat qilaman. Muddat ko'proq so'rardim.
Bir hafta emas yoki 10 kun emas, ko'proq muddat so'rardimda, izuchat qilib chiqardim. Instarda kamchilikni qayerdan izuchat qilasiz? Treklari daxuya, Telegram kanali ochiq turibdi, bilat, yibat. Bilash, oddiy bir narsani ana qilmagansiz. Это Instar. Ha, bo'ldimi? Jamman trek tugadimi o'zi? Jala, bilat. Ha? Bilat, jamman trek tugaganiga men xuyet qildim lekin. To'xtang, birdan ana qilib qo'yaylik, atmetga qilib. Bilat, yibat bilat. Jamma bilat, bunaqa narsa qilgan, Instarga qarshi bilat. Bilat, men chiqay shu Instarga qarshi bilat, meni chiqaringlar bilat, men ko'rsataman sizlarga bilat. Buncha qarillaring suka seni ham sikib taylaydi deyapti kommentariyada kimdir. Zato men bilat, bu bolaga raqib bo'la olardim-da, yaxshi. Bilat, jama nima bunday oddiy qaragan, bilat, bu battlega seriozno qarash kerak. Yana bilat, oddiy narsa qilgan, jostki narsa qilmaysin, bu isteriklar bilan qilgan narsalaring bor-ku, bilat, jama yaxshi narsa qilgan-ku shular bilan birga qo'shilganda. Nimaga Instaga отдельно chiqqanida unaqa narsa qilmagan. Bilat. Hozir endi mana bu yibat qilib tashlaydi-da. Bu bilat yaxshi narsa qilgani bilinib turibdi. Bitdan bilinadi-da. 13 may sana uchun 2005 qanaqa qaltiraganingni ko'rdi auditoriyani kimi eshitdi sana uchun 2005 tekstin naftirini eshitdi ko'ta bilan kulib o'tiradi sana jamoaviy holatini eshitdi ortidan o'g'li keldi ayami tarsam yiqanaman trekim eshitdi nomini eshitmadi so'radi yiqanaman bilgan asbob hajmi yemagan ovozga ashatash atrof xarobalovlar so'kinishlarni deydi borgan bahoneniski sevgan marjoneniski asralgan joneniski butun tarmog'iniski tashagan qarmog'iniski beraman huy umringiski ikki barmog'iniski mana bu qatolarim sana maraj marjoneniski so'radi yiqanaman bilgan asbob hajmi yemagan ovozga ashatash atrof xarobalovlar so'kinishlarni deydi borgan bahoneniski sevgan marjoneniski asralgan sevgan marjonangizki degan ekan-da. To'g'rimi? Adashmasam. Sevgan marjonangizki deyapti. Agarda bolalar bu yerda Instarda ham xato gapi bor. Atrofida to'la haromlar degan joyi bor. Bu ham ikki marta haromini ishlatyapti. Instar bir marta haromini ishlatyapti. Ya'ni ikkalasida ham haromi degan gap bor. Bolalar, bu yaxshi gap emas. Bu yaxshi gap emas. Ikkalasi ham qonun qoidani buzgan. Bu ikki marta buzgan. Bu bir marta buzgan. Agarda bu bolani jammani singlisi yoki opasi yoki o'zini tuqqan radnoy onasini ismi Marjona bo'lsa-chi, sizlar bilmaysizlar. Balki Instar shu narsani bilib, u narsa haqida bizda ma'lumot yo'q. Agarda realni chindan ham shunaqa bo'lsa, Instar ham ikki marta qonun qoidani buzgan bo'ladi. Lekin sevgan qizing deyapti. To'g'rimi? Sevgan qizing deyapti. Agarda jamma sevgan qiziga oila qurib, turmush qurgandan keyin bu nima deyotgan bo'ladi? 2 yil o'tib mana shu trekda. Buni xotinni so'kkan bo'ladi. Bu baribir hisoblanishi kerak. Agarda u jamma chindan ham u Marjona degan qizga uylanib, baxtli bo'lib ketsa, doim misolda aytayotgan bo'lsam, buni xotinnisiga deyotgan bo'ladi. Bu yaxshi gap emas. Butun tarmog'iniski, tashagan qarmog'iniski, beraman huy umringiski, ikki barmog'iniski. Mana bu qatolarim sana marajni o'ldiradi, suka qichiga manziling qondiradi, menga tashama qo'ndiradi, aka o'zim seni o'limga qo'ndiradigan ajal. Mo'ljalimdasan endi cho'tam jamma, men bilan jangdasan nujaboy xotirjamma. Xuyet qilmam menga balab bo'l, Instarni yutaman demagin kurir talab bo'ldi. Mostirmasam mustirsan sen sukolat xor, aksincha ayt, jiyam ko'timni qolat vordi. Dema yarimta qatorim, avtobiografiyang umringga qo'tog'im. Boshingga kelganingda atagasan to'g'im, o'zingga beraman qalbiga jarohat. Jamma, topchiramma, bitta shapatliysan bo'pga sen mamba, mana ata number 1, suka tambir, asbobim kurnik sanga 4 yildan beri. Oladim degan so'zdan o'zga bormi lug'atingda, seni ko'tardim lekin so'zga bor husumating, foyda yo'q endi. Bilad, men o'zi hech kimni ustidan kulish niyatim yo'q. Trekda bilad. Huzur deb yozgan xatingda Ali yagona monster safashiviy uzun model. Topgan bahoneniski, sevgan marjoneniski, asralgan joneniski, butun tarmog'iniski, tashagan qarmog'iniski, beraman huy umringiski, ikki barmog'iniski. Mana bu qatolarim
tiling qondiradi menga tashama kontratga o'zim san o'limga ko'ndiradigan ajal mo'ljalimdasan endi jo'tam jamma men bilan jangdasan nurjaboy xotirjamma Samanga jamalama qarorli o'rnima chamalama oqsam kelasan cho'malaman deya shuning uchun qizlaring davolli masuka san yana jamalama battledan ketmayman savolamay esingga tushdimi savolamay hello goodbye I'm a gas guy hamisha bu o'yladi kaminada title daydala bo'lsa ham keligida baytadim battleda sharoit qaramadim baytini qaytmadim maydaladim megaladon poyimni egalasin begunasan yaqinligalarini ekalasiga skey manda g'ururga tegdilaring dedi nafasim to'xtasin chekinsam Qanike, jamoa Kunchini rejimin o'chadi birodar Endi sertiga juma Fanat bu kuzatgansa suzi batilda qilgan bu har natijama Imkoniyating cheklangan lekin imkoning orangdan tey jamoa Qoldiganlar menga oddiy bitta elementda joy bo'lsa bo'ldi so'z orasida millimetr manometr etadimga to'g'ri kelmaydi ham seni chaqiraman negadir ham so'ri kelmaydi qurbonni soniga medal mana shunaqa narsa qilish kerak edi-da jamoa bilaj old school qilib tashagan o'zini stilida boshqacharoq narsa qilgan bilaj shunaqa narsa qilish kerak edi chala bilaj Qo'shiladi yana litrda qon oqsada abonent xato begida ko'rishganda muomala tarafda yasida begina egil poym ob naxu qilmayman rax qo'yishadi raqib Inqaq raqib ortiga mikroni taqib farqot nomidan maktub rangiga qotavo fohishaga ochilmas bag'rim shuning uchun ataman bavrim bo'sh xurman deganmiding endi o'zing shu qozonda yem bo'l qavrim jamalama qarorli o'rnima chamalama oqsam kelasan cho'malaman deya shuning uchun qizlaring davolli masuka san yana jamalama battledan ketmayman savolamay esingga tushdimi savolamay hello goodbye I'm a gas guy Jonga deydi bu zonada isbotlayverish kimligimni senga battle qilishni o'rgatishdan charchaganman Instagram lirikani yaxshi aytadi bilay mana qaranglar bilay beraverib ketaverib kimligini bir zoom faxrlanaman aytishganda mani kimligimni nojonga tegdi bu chala MClarni soni tugarmikin bir kun har qanaqa shartlarga rozi bo'lib men itardim har birini no gapida turish haqida so'z ochishni boshladi balabo sanlarni tanishni boshlashga vaqt mani tan olishgan qara allaqachonlar erkak bo'lish haqida balabola gapirishni boshladi aytgan qachonda qo'yaverdim raqiblarimga man tanlasim mavzuni limit muddatni ozgina kuchlari tenglashsin deya ammo so'kinishdan ortmas lug'atni doim ochiqcha battlega undadim mani tanomasang aytqani unda kim battlega kirganimdan beri fanatlar playlisti man qara kundagi qanaqa versus agar seni ijod qilishingga bo'lgan bo'lsam o'zim motiv mani tan olishga majbursan yoki qarshimdan chiq alternativ mani panchlarim har gal sani o'lim bilan tanishtirar Jam Forever bu nomga qarshi bari qarasani tiling o'zbek lekin o'zbek emas millating Suov fina oldim lekin yoqolmaydi neobычный Da, ananas yemagansan ukam, ananasli prezervativ ta'mi qolib ketdi. Lirika qilsam ham asbobimni so'rashdan to'ymayapsan, endi sana dalishib bo'lish iskan. Ijodga asosiy ko'rsatib ber. Papaktuman rap, papaktuman azarta masaqa bo'g'irlar masofadan turib tomona kelabik. Papaktuman turib panchar chigarlar bor lekin orqamda xanjar yo'q. Batilda man top bali bo'lmay balini yo'q bali rotor qabrotinga zabcha kendalik o'ta bor. Jamoat deganlarni ko'p ko'ta bor. Mahalasiga bosini kelib tutib oladi, uni egilishi bor, moyaga mataman oladi. Qara buni holatini g'alabaga to'lamas ham shuni xoladim bu yibolini boltini ochadi bu molotda shaxsiyat o'tmadi meni mo'ta baringa. Barala to'xta baring, zonanda sansuga chortma bering, meni gandonchalar bo'pla bering. Taylagan bor-ku. Ana yo'lingga shukur qil gapirmadim hali qo'lingga mana bu qo'l uchidagi sanga track fit menada tashama break yaxshi tanimayman masana lekin u fohishasan aytdi Benny Black och mana och qana punch roundda davomida sana muomalang o'zgaradi bola qachonki o'tsa man qarshi qil davonidan sana beshoning tamg'asi ham million battle'da obrazi ram million senga baribir rahmim yo'q senga baribir rahmim yo'q o'zingni master etaman jamshut noshut damshut amlaring chiqib ketganiga shubha bo'lsa agar qarab ko'rib kamshut rapimga imperatormisan bitch to'rili harakat quyna natija bu baqirsin ko'tingni tormizga ketadi baqirsa mikroga uradi big sanaklaning maga elementar bitta turishga jahlim yetar ko'zliging bir har bir argumentar mahalliy o'zingsan abonentam jismonan o'chishsan elementor mana metal yana metal rahamilyon tushingni o'zgartir sababi o'tdi man angraydan bola katta ketma xonavlodi xorazm ga yo'llaringda 2000 yillik izim bor auditoriya kamda emas zato ildizim bor indizim bola ijoding kuchlar indizim ijodga asosing ko'rsatib ber papaktuman rap papaktuman azarta masaqa bo'g'irlar masofadan turib tomona kelabik papaktuman turib panchar chigarlar bor lekin ortimda xanjar yo'q battle'da man top bali bo'lmay balini yo'q bali rotor qabrotinga zabcha kendalik o'ta bor jamoat deganlarni ko'p ko'ta bor mahalasiga bosini kelib tutib oladi uni egilishi bor moyaga mataman oladi qara buni holatini g'alabaga to'lamas ham shuni xoladim bu yibolini boltini ochadi bu molotda shaxsiyat o'tmadi meni mo'ta baringa na
Jam Family'ga sakrashib atadi, shunaqa bo'ladi, suka. Round suka, блядь. Короче, bularda kamchilik aytib chiqdim, kamchiliklarni ikkalasida ham. Bu ham haromi degan Instagram, jama ham haromi degan. Bu marjonangni skay degan, agarda bu chindan ham marjonaga jama uylansa, bu xotining skay degandek gap bo'ladi. Demak, Instaga mayli. Marjona aniq emas, men bilmayman. 1 ball minus, jamaga 2 ball minus, 2 marta haromi degani uchun. Bu ham haromilar degan gapni gapirgan. Iminni yoningda bir to'da haromilarmi shunday degan. Lekin jamaga keladigan bo'lsak, jamadan men bile jostki narsa kutgandim. Bile jama nima tayyorgarliksiz, bile просто так oddiy battle. Old school va yana qanaqadir stil qo'shilgan. Jamani o'zini stili, lekin agressivni bo'lish kerak. Mana bu bolaga qarshi agressivni bo'lish kerak. Mana bu bolaga old school bilan yutib bo'lmaydi bu bolani. Tushunyapsizlarmi? Mana bu bolani old school bilan yuta olmaysizlar. Agressivni yondashsang bu bolani yutasan. Unaqasiga yo'q, sen old school qilyapsanmi? Sen bu bolani yuta olmaysan. Chunki bu bola yangi shkoladan. Yangi shkolani eski shkola yutishi qiyin. Yutishi mumkin old school bilan. Versusda 100% qilib shunaqangi punchlarni taqlab tashlasa, gapira olmay qolaydigan bo'lib qolsa yutadi. Unaqasiga MP3 trackda old school bilan bu bolani yuta olmaysizlar. Men sizlarga maslahatni mendan so'ranglar, men sizlarga aytaman. Demak, jama punch 5 ta, bitga 7 ball berdim, menga bit yoqmadi. Realni, zerikarli. Lekin yaxshi ritmga tushgan, 9 ball ritmga, 21 ball jamaga. Instar punch 13 ta sanadim. Men hozir 2 ballni olib tashladim Instardan. O'zi 1 ball olishim kerak edi. 13 ball. Bit bolalar bitga qaraydigan bo'lsak, bit agressivni 8 ball berdim bitiga. Ritmga keladigan bo'lsak, ritmga bolalar 9 ball berdim. Ya'ni Instar 30, 21 ga 9 ball yuqorida Instar. Nima uchun? Sabab. Nima uchun aytishlaring mumkin? Instar nimaga unday yuqori ball? Luboy battle atmosferasini tushunadigan dalbayob ham, tushunmaydigan dalbayob ham ikkita track tushunay qo'yib solishtirsa, "Blat" deydi, mana bu bola agressivni napadat qilgan deydi. Tushunyapsizlarmi? Shunaqangi Instar narsa qilganki, ham bunga zarba beryapti, ham yonidagilarga zarba beryapti, ham blat, po faktum ba'zi bir narsalarni aytayapti. Jama ham aytayapti, aytmayapti emas. Lekin zarba Instar 4 ta udar urganda Jamma 1 ta udar urib qo'yapti-da. Tushunyapsizlarmi? Oxirida ochkolar hisobini hisoblaganda Instar 4 tadan zarba bergan-ku bu bolaga, to'g'rimi? Bu bittadan zarba beryapti. Instarda ochko ko'p bo'ladi. 5 raundlik agar yoki 3 raundlik boks bo'lgan taqdirda ham. Endi bu uzra boks emas. Endi bolalar, bu battle-da bu. Shunchaki bir bolalar, bu battle shunchaki bir tajriba almashish. Buni real hayotga aylantirib o'rmaslik kerak. Men doim aytganman-da, konferensiya qilish kerak. Da qiziqtiringlar. Faqatgina sizlar Telegramda konferensiyani qo'yapsizlar. YouTube'ga qani konferensiya, qani Instagramga konferensiya, qani dizayner ishlaydigan, qani intervyu oladigan. Bularni olib chiqyapsizlarmi? Davaychi, блядь, раскрутка qilishni ham bilinglar. Faqatgina track qo'ymanglar. Bularda dahoya mehnat ketyapti. Bu bolalar o'ziga minus ishlayapti. Jama o'zi minus ishladi o'ziga. To'g'rimi? Instar yana plus ishladi. Lekin jammaga minus bo'lganga yarasha ozgina bu tarafdan hayf ham bo'lib tursin bu bolaga ham. Bu bolaga ham da yutqazyapti agar hisoblasak, texnika bo'yicha, boshqa narsa bo'yicha yutqazyapti, lekin sal bo'lsa ham hayp, bu yoqdan kelib tursa, followerlar kelib tursa bu bolaga, bu bola yanada o'sishga harakat qiladi. Agarda hamma bundan jamma naxu yutqazdi deb bu yoqqa qarab o'tib ketaversa, bundan ham bu yoqqa qarab o'tib ketaversa, bu bolada ijodga qaraganda maqsad qolmaydi. Naxu yutqazdim, men sindim degan miyasida tushuncha bo'ladi. Bu endi hisoblamasligi mumkin, men yutqazmadim deb. Avval iloji bo'lsa hakam qo'yinglar. Hakam qo'yish kerak. Hakam yaxshi tushunadigan hakamdan iltimos qilish kerak. Hakamlardan iltimos, ko'tlaringni mana buncha qilib burmanglarda. Iltimos qilyaptimiz sizlarga. Rep kanalmi, uzrab yangiliklarimi, boshqa bir auditoriyami? 10 minut vaqt ketadi. Bitta trackni eshitib baholab bergani yoki 1 soat mening vaqtim ketdi. 1 soat vaqtim ketdi. Lekin men общий obzor qildim, reaksiya qildim. Mana buncha narxni aytmanglarda, bilat aytinglar mayli, bir 500 ming deylar. Misol yoki bir $100 deylar. Onasini emsin, bittasidan borib intervyu so'rasang $500 deydi. Bittasidan borib battle hakamlik qilingsa $1000 deydi. Yaqinda bittasidan intervyuni gaplashdikda,
Men aytdim, qanchalar bo'ladi? Men o'yladim bir 200 dollarlar aytsa, men bir 200-300 dollarlar xarajat qilib, kameralarimni olib, apparatlarimni olib borib intervyu olib kelaman desam, operator bilan menga 2000 dollar dedi. Men kirishim ketib qoldi. Men aytdim, birorta reperni ko'rsating, bitta trekidan 2000 dollar pul olgan. Men o'zi bitta MP3 trek chiqargan, kim 2000 sana bergan joyida dedim. Hech kim sana bermagan hali o'z rep tarixida. Tushunyapsizlarmi? Shunaqangi bolalar gaplar. Demak, bolalar hammaga omad. Oxirida yana shu gapim, eng yaxshi qo'yilgan paxtaga 100 ming so'm tanlab olamiz. Birga Espinoza bilan birga tanlaymiz, ikkalamiz. Demak, bolalar tanish bilishchilik bo'lmaydi. Men u 100 ming so'mga qarab qolgan joyim yo'q, balki sizlarga ham qarab qolgan joylaring yo'q, balki kimgadir kerakdir. Endi bolalar osmon musaffo, osmonimiz musaffo, samigamni shunisi yaxshi. Shuning uchun bolalar yaxshi gaplar bo'lsin, negativ yozganlarga ham po'xo yozsa yozaversin.